Salom do'stlar, AI oson kanalida sizlarni ko'rganimdan xursandman. Ilmiy maqola yozish davomida bir qancha mutaxassislarning fikrlarini bilish, ularni to'plash, tahlil qilish zarurati tug'ilib qoldi. Shu sababli bugungi videomiz so'rovnomalar o'tkazish va yoki ruschalab опросник o'tkazish bo'yicha video tayyorlashga qaror qildim. Ushbu videomizda biz Gemini sun'iy intellekti hamda Google Forms'dan foydalanamiz. Ilmiy ish tayyorlash davomida so'rovnomalar yaratish sizning ishingizga anchagina kuch va ishonchlilik beradi. Buni hamma mutaxassislar tavsiya qiladi. Keling endi Gemini dasturiga o'tamiz va Gemini dasturiga o'zimizni mavzuyimizni tanishtirgan holatda unga rol beramiz va bizga Google Forma uchun kerakli tartibda shakllantirilgan savolnomani tekst ko'rinishida yozib berishni so'raymiz. Ushbu promptni video opsioniyalarida qoldiraman. Uni ko'rib o'zingizga moslab istalgan sun'iy intellekt dasturlarga qo'yib o'zingizga kerakli savolnomani olishingiz mumkin. Gemini tayyorlab bergan savollar bilan qator tanishib chiqqanimizdan keyin Google Formaga o'tamiz. Google Formada biz eski videolarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi, qanday qilib birinchi qadamlarni qo'yish kerakligini va biz tayyor yangi formani yaratishdan davom etib ketamiz. Avvaliga so'rovnomani mavzusini kiritamiz va kerakli so'z birikmalarini ko'rinarliroq formaga keltirib olishimiz mumkin va barcha so'rovnomalarda to'ldirayotgan odamlar uchun tushuntirish berishlar va bu so'rovnoma anonimmi yo'qmi bo'layotganini aytib o'tishimiz, ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'lar ekan. Bizga Gemini savolnomamizni 3 qismdan iborat qilgan. O'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib savolnomani bitta qismdan tashkil qilsangiz ham bo'ladi. Men Gemini aytgan bo'yicha, tavsiyasi bo'yicha 3 ta qism orqali qilishga qaror qildim va savollarni birma-bir kiritib chiqdim. Savolnomalarda oxirgi qismlariga e'tibor berib qo'yasiz. Обязательно вопрос degan joyiga galochkani qo'yib qo'ysanglar, sizni so'rovnomangizni to'ldirayotgan retsenzentlar majburiy ushbu savolga javob berishi kerak. Agar bu savolga javob bermasa, keyingi savolga o'tkazmaydi. Barcha kerakli savollarni kiritib bo'lganimizdan keyin o'ng burchak yuqorida publikovать tugmasini bosamiz va bizni formamiz tayyor tarqatishga tayyor bo'ladi. U yerda bizga havola beradi. Ushbu havolani kopiya qilib Telegramdan yoki pochta orqali boshqa istalgan elektron usulda to'ldiradigan retsenzentlar uchun tarqatish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Men testovoy o'zimni boshqa akkauntimdan kirib ushbu so'rovnoma qaysi holatda ko'rinishi bo'yicha holatni ko'rsatib beraman.
Savolnomamiz yakunlandi. Ushbu savolnomaning natijalarini savolnoma yaratilgan akkaunt bilan kirib, uni Twitter degan joyda tahlil qilishimiz va yuklab olishimiz mumkin.